Xaridida eng arzonini qidiradi. Eng arzonini yoki hozir qimmat bo'lmasin. Nega? Nimani ekonom qilyapsiz? Mana shu yerda gapiryapman, juda ko'pchilik odamlarga yoqmayapman. Chunki men sizga haqiqatni aytyapman va men qayerdadir o'zimni ham gapiryapman sizga. O'zim yashab o'tgan hayotimni ham gapiryapman. Salonda o'tirasiz, o'ylaysiz, hozir necha pul olarkan? Hozir necha pul olarkan degan xavotir bilan yashamang. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring, yengil qarang, bor-ku pulim deng. Xudo menga shuncha beryapti, nahot men o'zimga bitta mana shu salonga kelib ham shu yerda ham o'tirib raqamchani, mana bu yerda sifrani yoki pulni hisob-kitob qilib o'tirsam deb xavotirni yeching. Yengil qarang, necha pul bo'lsa ham arziyman bunga, bo'ldi. Всё, chunki pulim bor, a pulingiz bor. A pulingiz bo'lmasa, Alloh beraman desa, u siznikidir. Tamam. Alloh bermayman desa, qancha harakat qilsangiz ham bir zarrasini qo'lingizga kiritadi.